جدد حياة القلب بالقرآن. Ey müminler, Allah'a, Allah'ın peygamberiga ve Allah onunğa nazil qilgan kitapqa, yani Qur'onga ve ilgiri Allah nazil qilgan kitaplarga, yani Qur'ondan ilgiri nazil qilingan samaviy kitaplarga iymon keltiringlar. Kimki Allah'ın farishtalarını, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar qiladi ekan, o qattiq azg'an bo'ladi. Nisa suresi 136. ayet. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz qarindoshlar, bu dersimiz bo'lsa vaqf yani to'xtash bo'ladi. Xulos darsimizda ba'zi vaqf qilgan yerlarda to'xtash belgilari bo'lgan yerda farqli ishoratlar va farqli harflar bor degan to'q. U bu tajvid darslarimizdanki eng oxirgi darsimizdan temisi bo'ladi. Chunki Qur'on o'qishni boshlab ketamiz. Shunga bu darsimizda vaqf yani to'xtagan vaqtimizda oyatlarningki oxirida qaysi shaklda to'xtaladi, ishoratlardan mubakkiroq to'xtalish qoidasi muhim bo'lg'achqa buningga to'xtalib o'tamiz. Qur'on o'qiganda oyat oxirida yoki nafas etmaganda tilovat qoidasiga uyg'un to'xtab aram elish vaqf deb atiladi. Vaqf deganimiz to'xtash deganlik bo'ladi. Ba'zi oyatning o'ttirisida nafas etmagan chog'da to'xtaymiz. Nafas etmagan chog'da to'xtaymiz, ammo kalimaning oxiri to'xtaladi. Kalimaning o'ttirida beshikka harf tashlab qo'yib to'xtash durust emas. Unda to'xtash qat'iy bo'lmaydi. Kalimaning oxirgi harfida to'xtaymiz. Yoki bo'lmasa oyatning oxiri to'xtaladi. Diqqat qilinglar. Qanday to'xtaydiganligimiz so'zning oxiridagi harf va harakatlariga asosan belgilandi. Ba'zi harflarda, ba'zi harakatlarda farqli to'xtaymiz. Arab tilidagi so'zlar bishida harakatlik boshlanib to'xtaganda sokinlik oyoqlashidi. Arab tilidagi so'zlar bishida harakatlik boshlandi. Hech bir so'z sokinlik boshlanmaydi. To'xtagan chog'da sokinlik oyoqlashidi. Hamda hamma sokinlik oyoqlashidi ekan, unda bo'lsa nemishqa bu o'xshamaydigan shakllari bor desanglar sokinlik oyoqlashdi. Ammo to'xtash, ya'ni sokin bo'lgan bilan farq qildi to'xtashlarimiz. Onda da bu to'xtashlarga qarab o'taylik. Oldi bilan sokinlik to'xtash. Bu yerda diqqat qilinglar, fatha, kasra, damma, sokin. Undan keyin qo'sh kasra, qo'sh, damma harflarida to'xtashga to'g'ri kelganda sokinlik bo'lib to'xtaladi dedi. Qo'sh kasra, qo'sh damma. Unda o'z bir narsa kammi bu yerda? Qarab baqsaq, qo'sh kasra, qo'sh damma debdimiz, qo'sh fatha yo'q. Onunki to'xtash holati farqli bo'lg'achqa, shunlashqa bu yerga yozilmadi. Hamda oldi bilan fathalik holati to'xtash qaraylik. Örnek, buni qanday o'qiymiz? Robbil shadda ikkik ochilsaq, ba sokin, yana bir ba bo'lsa, kasra robbi. Shundami? Undan keyin bu yerdagi lam nimitdi? Lam sokinti, buning qattiq bil bo'ldi. Robbil deb o'qidik. A lamina deb o'qiladi. Robbil alamina deb o'qiydik. Buni qanday to'xtaymiz? Qaranglar, bishidagi hammasi o'xshash. Robbil alami degan hammasi o'xshash. To'xtaganimiz nun. Qaranglar, oxirgi harfga nun. Buni to'xtagan vaqtimizda sokin qilib to'xtaymiz. Sokin bo'ldi, min deb to'xtaymiz. Unda bu qanday o'qiladi? O'ziga qaraylik aslisiga. Robbil alamin. Nimishq so'zliq? Chunki bu yerda ya, ya'ni mimning o'zartilib o'qilishi, batda mi deb o'qiydik. Min. Agar bu yerda so'zab o'qiladigan bir harf bo'lmagan bo'lsa, min deb to'xtaydik. So'zab o'qiladigan harf bo'lg'achqa min deb to'xtaymiz. Ammo bu yerdagi nun o'zartilmaydi. Min. Qaranglar, min deb to'xtadim. Mi uzatdim, nunni uzartmadim. Robbil alamin. Keyingisi nimaga o'rnak? Bu mu fathaga o'rnak? Vas-subhi. Ko'p to'xtalmayman. Shaddalarningki parchalashni bilasizlar. Vas-subhi.
keyingisi kalima bo'lsa ida, undan keyin kalima bo'lsa tanaffasa. Unda da buni bütün o'qisak was-subhi idza tanaffasa. Bu yerdagi bir shadda tushib qapti. Diqqatsizlikim, uzr. Bu yerda shadda bo'ldi. Miyaga yezilibdi, misha qarsak bo'ladi. Bu yerda shadda bor tanaffasa. Unda da buni qanday to'xtaymiz? Ma taraf qaramanglar, maya qarayli. Tanaffasa. Unda da oxirgi harfga qaradik. Bu fathalikdir. Qoidamda fathalik harflarda, buna fathalik harflar to'xtashga to'g'ri kelganda sakinlik bo'lib to'xtaladi. Bu yerdagi fathani o'chirimiz, sakin yozimiz, fathani o'chirdik, sakin yozdik. Unda bo'lsa sakin yezildi, tanaffas. Qaranglar, bu yer uzartilib o'qiladigan bo'lmag'achqa fas deb to'xtamadik, fas deb to'xtadik. Qayta o'qiyli, aslisi qarab o'qiyli. Was-subhi idza tanaffas. Bu yerda shadda bor, men unutilib qoptimi? Was-subhi idza tanaffas. Keyingisi yana fathaga o'rnak. Qarayli. Bu qanday o'qiladi? G'ay deb qo'shildi. Ya sakinga g'ayn fatha qo'shildi. G'ay bo'ldi. Ra kasra, keyindik so'sa lam sakin, ril bo'ldi. G'ayril mag'dubi. Mag'dubi. Bu yerdagi vod damma va uzatilib o'qildi. Lubi deb o'qidik. Keyingisi bo'lsa alayhim te. Undan keyingisi valad. Bu yerdagi lam alif, ammo bu yerda sakinlik bo'lsa-mu alif, la bo'lsa-mu bu yerdagi lad nimitda shaddilik bo'lg'achqa bu yerdagi alif tushib qoladi. Lad deb o'qiymiz. Valaddallina. Unda da oxirgi to'xtaydigan yerga qarayli. Bu mu qoida fatha. To'xtash to'g'ri kelgan chog'da bu nim bo'ldi, sakin to'xtaladi. Qanday to'xtaymiz? Lina deganni buni sakin qilib olsak lin deymiz. Bishdagi hammasi o'xshash, faqat oxirida to'xtaydigan yerimiz o'xshamaydi. Mush qoida bo'yicha sakin qilib to'xtaymiz. O'qib baqaylimi? G'ayril mag'dubi alayhim valaddallin. Bo'ldimi? Lin deb, chunki bu yerda li so'zlab o'qiladi. Lin bu yerda yana ustida nima? Sakin bor. Lin deb yini o'qiymiz. Lin. Keyingisi kasrahga o'rnak. Bu qanday o'qiladi? Qarab baqayli. Bu yerda shaddalik deb ekan, bilamiz shaddani qanday o'qishni, shunga yana to'xtalmadim. Yukazzibu deb o'qiymiz, shundami? Men aytib o'qib qoldim. Yukazzibu. Keyingisi bo'lsa biddini. O'qinglar. Bid bu yerda shadda bor, bu yerdagi alif tashlanib qoladi. Bu yerdagi lam bo'lsa harakatsiz. Bu yerda shadda bo'lgan joyda harakatsiz lam o'qilmaydi. Shaddaning qoidasida ko'rib o'tgan to'q. Biddi. Miyadi ya, miyadi bo'lsa kasrahning uzartilib o'qilishi di deyildi, di. Unda bo'lsa keyindagi eng oxirgi harf bo'lsa nun, kasra, ni. Buni qanday o'qiymiz? Biddini. Bütün o'qisak yukazzibu biddini. Unda da buni to'xtatgan vaqtimizda qoida nimitda kasrali harflar to'xtash to'g'ri kelgan chog'da sakin bo'ladi bu oxirgi harf. Qaranglar, sakinga o'zgardi. Boshda hammamiz o'xshash. O'qiylar. Yukazzibu biddin dedik. Yana bir qitim. Yukazzibu biddin. Nimishqa din dedik. Bu yerda uzartilib o'qiladigan deb bo'lmagan bo'lsa, din demakdik. Din dedik. Din uzartilib o'qildi. Keyingisi
Vessemai. Bu yerda shaddilik sin bor, bu yerda nima bor ekan? Bir dona met bor, ya'ni so'zan deganlik bo'ladi buni. Oldingi darslarda mu degandim. Vessemai deb sozdik va o'qidik. Qaranglar, bu yerda shin shaddilik bo'lgan bilan vessama deb deb sozmadik. Faqat bu so'zash nun va mimga xos. Vessemai. Keyingisi zatil. Qaranglar, lam sakin. Zatil. Ha damma, ba damma, kaf kasra. Unda da bu hubuki. Hech qaysi so'z olmaydi. Hubuki. Bunun qo'shib o'qisak, zatil hubuki. Bütün o'qisak, vassamai zatil hubuki. Unda da kasra harfni to'xtashga to'g'ri kelgan chaqda oxirgi harfini sakin qildik. Shundami? Ya'ni kasra sakin o'zgaraydi. O'qisak, vassamai zatil hubuk. Mana kichik o'qilgan bir qitim. Vassamai zatil hubuk. Hubuk demidik. Chunki uzatilib o'qilmaydi bu yerda. Hubuk. Buk, buk, hubuk deb to'xtadik. Keyingisi bir. Qaranglar, bi ha ulanma almash. Ammo bu ulanma almashni qanday qilmadik? Sozanmadik. Nimishqa? Keyindiki harf nimada? Shadda. Shunga shaddalik harf qo'shib berdik. Bir bo'ldi. Bu ra, undan keyin damma uzatilib o'qilishi ru bo'ldi. Bir ru. Keyindiki harf bo'lsa hu. Hu, ammo undan keyingi harf mo lam nima ekan? Bu yerda sakin bor ekan. Shuning bilan hani lam sakin qo'shib berdik. Hul bo'ldi. Buni qo'shib o'qisak bir ruhul bo'ldi. Keyingisi alif, ya'ni hamza fatha, a, mim kasrahning o'zartilib o'qilishi mi, nun, damma, aminu bo'ldi. Unda da dammalik harflarning misolida bu dammalik harflarda to'xtash to'g'ri kelgan chaqda qanday qildik? Ya'ni o'xshashlar fathada, damma kasrahlarda o'xshashlar. Oxirgi bu shu dammalik harf sakin aylanadi. Unda to'xtab boqaylikmi? Bihir ruhul amin. Mana kichik bir qitim o'qinglar. Bihir ruhul amin. Güzel. Keyingisi. Yana bu dammahga örnek. Bu qanday o'qildi? İyyaka. İyyaka. Qaranglar. I dedik. Yani parçalagan vaqtimizda ya sakin, ya fatha. Amma ya fatha ning keyinda nima bor? Alif mat bor, ya'ni uzatilib o'qiladi ya. Buni o'qigan vaqtimizda iyyaka. Bu kaf uzatilmaydi. İyyaka. Keyingisi na'budu. Bumi uzatilmaydi, budu. Budu deyish olmaydi. Bizda ba'zi cho'nglarda xatolik bo'ldi. İyyaka na'budu va iyyaka deb unda o'qilmaydi. Na'budu va iyyaka. Bu yerdagi dal uzatilmaydi. Keyingisi bo'lsa vav, fatha, hamza, kasra, undan keyin ya shadda, yana o'xshashlar. Bu yerdagi yakaga o'xshash, iyyaka o'xshash. İyyaka bu bo'lsa va iyyaka. Faqatlar bu yerdagi va ortiq. İyyaka na'budu va iyyaka nasta'inu. Nasta'inu. Qaranglar, ayn uzartildi, ay dedik. Bu yerda nun, nima damma, nasta'inu. Unda da buni qanday to'xtaymiz? Dammalik harf sakinga o'zgaraydi. Shuning bilan
Okuyla. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Bo'ldi. Mana kishi bir qitim o'qinglar. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Shundaq. Keyingisi sakinlik harfga o'rnak. Lam, bu lam dedik. Bu bo'lsa yalid dedik. Yalid. Qaranglar, dal qandatdi? Qalqali qilinadigan harfdi. Yalid dedik. Lam yalid va lam va lam va lam. Bu yerdagi lam vav o'shuq va lam. Bu yerdagi ya damma yu bo'ldi. Lam fatha amma dal bo'lsa sakin lad bo'ldi. Yu lad. Qandatdiq lad demadik. Lad dedik amma lad qalqali bor. Dal qalqali harfi degan tushundami? Bu to'xtanchaqda qanday bo'ldi? Yana qarasak sakinlik to'xtaydi. O'zi sakin, demak o'zgarish olmaydi. Sakin bo'lgandan keyin bu ikki misolning hech qanday farqi yo'q. To'xtanchaqdami yulad deb to'xtaymiz. Qana o'qib boqayli. Lam yalid va lam yulad. Mana kishi bir qitim o'qinglar. Lam yalid va lam yulad. Keyingisi fasolli. Buni so'zi shundan hojat yo'q. Fasolli. Harflarni joyidan chiqara olamiz. Shaddini bildik. Harakatlarni bildik. Undan keyin bu bo'lsa li robbika. Li robbika. Li robbika. Yani shadda kelgan vaqtda nima qilmaymiz? Tovushni uzib qo'ymaymiz. Li robbika. Bu yerda-chu vav va yani uzatilib o'qilishi bor, ammo keyindagi harf sakinlik bo'lgandan keyin bu yerga alif tushib qoldi. Wan deb buni qo'shib beramiz, uzatmaymiz. Wan har demaymiz. Wan wan. Undan keyin ha. Fathalik ora bo'lsa nimalik? Sakin. Har. Wan har dedik. Unda bo'lsa sakinlik harflarining misolti, sakinlik harflari yana o'xshashlar sakin to'xtaydi, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Buni qanday to'xtaymiz? Fasolli li robbika wanhar. Hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Mana bir qitim o'qinglar. Fasolli li robbika wanhar. Güzel. Keyingisi sin fatha, ya fatha, sad bo'lsa sakin, lam bo'lsa uzatilib o'qiladigan lam, ya'ni fathani uzatilib o'qilishi la. Biz qoida nima degan to'q? Lamning kaynidan ya kelib alif, kichik alif qo'yilsa-mu, ya'ni la deb uzatilib o'qildi degan tushundami? Ya o'qilmaydi degan. Sayasla deb o'qidik buni. Undan keyin bu na uzatilib o'qildi. Run bilasizlar, na run dedik. Bu zata. Zata. Buni o'qiy olasizlar. Lahabin. Lahabin. Unda da bu qo'sh kasrahning nimasida o'rnakda. Qo'sh fatha bu o'rnaklarning ichida bormi? Yo'q. Qo'sh fatha chunki sakinlik to'xtalishi o'xshamaydi. Lahabin. Onda biz bütün ayetni o'qiylik. Sayasla naran zata lahabin. Deb o'qildi. Bu yer to'xtagan bo'lsak, sayasla naran zata lahab. Lahab deb qalqal qilinadigan harflarga diqqat qilinglar. Lahab deb to'xtadi. Yana bir qitim o'qib beraman, menga yakshib o'qinglar. Sayasla naran zata lahab.
keyingisi yana qo'sh kasrahning o'rniki fi deb o'qiladi bu. Jidiha deb o'qiladi bu. Sizlar o'qiy olasizlar. Hablun deydik buni, ammo keyni qarasak bu yerda shaddilik mim bor. Lun degan vaqtimizda bu yerda buni lun ya'ni lammatayni parchalagan vaqtimizda lam onun keyindan nun sakin bo'ldi shundami? Nun sakin bo'lgan vaqtida keyindagi harf shadda bo'lsa, bu yerdagi nun sakin tushib qoldi. Shunlashqa bu yerdagi qo'sh peshninki bir peshni tashvitimiz keyindi bu yerda shadda bo'lgandagi tashvatdiq. Faqat bu yerda lu qoldi, mimga qattiq lum bo'ladi. Anadan keyin mim shadda qanday o'qiladi? Mim shaddini lum deb birinchi sakinlik mimni uzartdik shundami? Qanday o'qiymiz unda biz bu ikki kalimani? Hablum dedik. Miyad yana nun sakin ba, ammo qaranglar sakin belgisi qo'yilmabdi. Nimishqa? Miyada shadda ba. Yana sakin bo'lsa-mu shadda ba yerda sakinning hukmi bo'lmag'achqa mim deb ma'nan qattiq. Min emas, nun bilan emas, mim deb mim bilan o'qiymiz. Shunga buni mim masadin dedik. Unda bo'lsa, başını oqib baqayli. Fi jidiha hablum min masadin dedik. Her zaman mim ve nun şaddilik olsa uzartdık. Dasa bu kesra'nın yani qo'sh kesra qanday to'xtaydi? Bu o'xshashlar sakin bo'lib to'xtaydi. Buni to'xtagan vaqtimiz sad deb to'xtadik qisqa. Yani sad uzartilmadi, sad demedik. Bunu o'qigan vaqtimiz unda bo'lsa qanday o'qildi? Fi jidiha hablum min masad. Mana kishi bir qitim takrorlanglar. Fi jidiha hablum min masad. Bo'ldi. Endi dammatayn, ya'ni qo'shtanmaqga o'rnak. Bu bo'lsa inna deb o'qiymiz, bilasizlar. Nun va mim shaddilik kelgan vaqtda uzartdik. Nun shaddini parchalagan vaqtimizda nun sakin, undan keyin shaddini ustida fatha bo'lganligi uchun yana bir parchasi nun fatha bo'ldi. Shuning bilan inna bo'ldi. Ammo na deb turishimizga keyindagi harf bo'lsa lam sakin, shuning bilan bu yerdagi na tavshini lam tavshi qo'shib berib nal dedik. Innal bo'ldi. Undan keyin bu yerdagi lam alifning ostida hamza kasra bu i bo'lganligi uchun innal i dedik. Bu yerda yana keyindagi harf nun sakin in deb buni qo'shib berdik. Bu yerda sakin belgisini unutib qolibman, uzr. Innal in dedik. Ondan keyin sin bo'lsa uzatilib o'qiladi. Sa nun normal na. Buni qanday o'qiymiz? Bu ikki kalimani o'qay. Mana yakshib o'qinglar. Innal insana. Bu yerda biraz uzatdim. Bu keyingi darslarning temasi bo'lg'achqa to'xtalmayman hozir. Nima uchun uzatganimni? Faqatla uzatib o'qildiganligini bilib olinglar. Menga o'xshash o'qisanglar kifoya. Yana bir qitim o'qib beraman. Innal insana. Keyingisi lam, kasra, ra, fatha, ba bo'lsa shaddilik, aslida bo'lsa kasra ba. Buni o'qiy olasizlar. Li robbihi. Unda bo'lsa bu yerdagi ulanma almash bo'lganiga so'zalmamdi. Oldiki shadda, keyindi shadda yo'q va sakin yo'q. Oldida mos sakin bo'lmaganligi uchun bu so'zildi. Li robbihi deb ikki harakat miqdori so'zdik. Undan keyin lam, fatha, kaf, fatha, nun bo'lsa damma va keyindi vav sakin, yushurun sakin ba. Bu dammahning uzartilib o'qilishi nu dedik. Undan keyin dammatayn bo'lgan dal keldi dun. Lakanudun bo'ldi. Unda bu ikkisi qo'shib o'qsak, li robbihi lakanudun. Unda da buni boshni oxiri qo'shib o'qiyli. Innal insana li robbihi
لكنود dedik. Onda bo'lsa buni to'xtagan vaqtda vaqtga vaqtimizni qanday to'xtaymiz? Bu yerdagi qo'shlanma sakin bo'lib to'xtaladi. Qaranglar. Dammahninki ishorati dammatayni o'chirib etdik, onu sakin yozdik. Şun bu to'xtagan vaqtimizda anglab turinglar. İnnel insana li robbihi lakanud deb to'xtadik. Dal İnsanlarda bo'lsa qalqal harflaridan shunglashqa nud dedik. Nud deb uzartib o'qilishimizning sababi bu yerdagi dammahlik nun uzartilib o'qiladi. Shunga dal qatqa vaqtimiz nud deb o'qiladi. Ma'ak bir qitim o'qinglar. İnnel insana li robbihi lakanud. Keyingisi yana inne. Buni o'qishni bilasizlar. Inne dedik. Ulardan keyin ra fathalik ba bu yerda shaddalik robbahum dedik. Bu yerda mim robbahum bu yerda bir tane sakin tushib qolibdi. Robbahum ba'zi Qur'on yozma shakllardimi shunday yerlarga sakin yozilmaydi, qo'shib o'qiymiz. Bilib olinglar. Rabbahum dedik. Ondan keyin bu bihim o'qiyalasizlar. Yawma idil bu yerda qo'shsaqlar bo'ladi. Oldingi batta deganda bu yerda kasratayn bo'lgan bilan kasratayn. Bu kasrataynni parchalag'an vaqtimizda oldi bilan da kasrah keldi. Ondan keyin sakinlik nun keladi. Shundami? Sakinlik nun kendik harf shadda bo'lgan vaqtda amaldan qilib bu yerda kasrahlik dali qolib qilib kasrahlik zani bu yerdagi shaddilik lamninki oldingi harfi bo'lgan lam sakin qo'shib berdik. Shuna bilan zil bo'ldi. Unda da buni o'qigan vaqtimizda yawma idil dedik. Undan keyin shaddilik lamninki yana bir ochilgan vaqtimizdagi harfi fathalik lamti la bo'ldi. Qo'shib o'qisak yana yawma idilla bo'ldi. Keyindagi harf ha, undan keyingisi ba kasrahliq amma uzartilib o'qiladi. Onun keyingisi ra dammatayn. Onda da buni o'qisak la xabirun bo'ldi. Buni bütün o'qisak inna rabbahum bihim yawma idil la xabirun deb o'qiymiz. Miyadim uzartib berdim. Bu mu keyingi darslarimizdan temisi. Vaqt kelgancha so'zlaymiz, uzartib o'qildiganligini bilib olsanglar bo'ldi. Endi dammatayn to'xtagan vaqtimizda bay deganimizdek dammatayn ishorati o'chirilib, uning sakin yoziladi. Buni to'xtagan vaqtimizda qanday bo'ldi? La xabir deb uzartib to'xtaymiz. Sabab bu yerda ba uzartilib o'qildi, bu yerda ya maxfiy bo'lgan sakin ba bir. Unda da buni o'qib beray, menga bir qitim takrorlanglar. Inna rabbahum bihim yawma idil la xabir deb to'xtadik. Bir deb to'xtagan vaqtimizda bu mu raninki hukmlari raninki o'qilishlari kelgan vaqtda tafsiliy to'xtalman, ammo shuni bilib olinglar, bu yerga bir to'xtagancha bir yoki bir deb to'xtasak bo'lmaydi. Bir deb kichik to'xtaymiz. Chunki oldidagi harf nima? Kasrah bo'lganligi uchun bir deb kichik to'xtaymiz. La xabir. Endi ta bu ta'ti chekni ilvasak ha bo'ladi, chekti bo'lsa ta bo'ladi. Ta harfi to'xtash to'g'ri kelganda harakatlik, tanvillik va sokinlik kelgan ahvollarning hammasida, ya'ni harakatlik deganimizda fatha, kasra, damma, tanvillik deganimizda dammatayn, fathatayn, kasratayn hammasi bor. Lekin sokinlik kelgan ahvollarning hammasida birdek sokinlik ha ohangi bilan o'qiladi. Ya'ni bu ta haga o'zgarib o'qiladi. Ya'ni ta shakli turdi, ammo buni biz ha deb o'qiymiz. Misollar qarayli. Oldi bilan fathalik holati sanad'uz
jiq to'xtalmayman. Mashqda jiq to'xtalib ketdik bu yerda shiddatli o'qilishlarga. Sanad'uz. Ammo diqqat qiladigan yerimiz bu yerdagi dal qalqal harf, shunga nad deb buni qalqal qilishimiz kerak. Sanad'uz dedik, qattiq. Ondan keyin zabaniyata. Bu shunday o'qildi. Zabaniyata. Z so'zalmaydi, b so'zildi, qolganlari hech qaysi so'zalmaydi. Onda da başını oqsaq, sanad'uz zabaniyata bo'ldi bu. Agar buni to'xtab qolsaqchi, qoida nimitda? Ahanga o'zgarib, sakinlik. Shundami sakinlik to'xtaldi. Sanad'uz zabaniya deb to'xtaymiz. Yani bir qitim o'qib beray. Bana ekşi bakınlar. Sanad'uz zabaniye. Hani çıkaralaqtanlarda dikkat kılanlar. Ha deb silishdi ihtiyat kılanlar. Keyingisi la nasfa'an. La nasfa'an. Nimishqa an bu yerga kelgan chaqda am deb mim tovush bilan o'qiyman. Bu keyingi darslarning temisi faqat bu yerda uzatib an deb o'qiydiganligimni bilib olsanglar bo'ldi. La nasfa'an bin nasiyati. Bu yerdagi asosli mashqimiz ta'da to'xtash bo'lganligi uchun, ulanma ta'da to'xtash bo'lganligi uchun shunga mushunga bekroq diqqat qilinglar. Qolganlari keyingi darslarning temisi, uni ayrim so'zlayman. Yana bir qitim o'qib beraman. La nasfa'an bin nasiyati. Onda da bunu to'xtatgan chaqda haga o'zgarib sakinlik bo'ladi. To'xtab o'qiyli. La nasfa'an bin nasiyah. Mana ekşi bir qitim o'qinglar. La nasfa'an bin nasiyah. Men uzatib o'qib berganlarning hammasi uzatib o'qishga diqqat qilinglar. Keyingisi bo'lsa, buningki dammahlik holatiga o'rnakdir. Onda da buni al-qari'a deb o'qiymiz. Namozlarda bu suraningki bishi al-qari'a sura Qariya surasiningki bishidagi oyat, birinchi oyatda. Al-qari'a. Bu mu keyingi darslarimizda mashq faqat lazırla al-qari'a deb o'qildiganligimizni bilib olsanglar bo'ldi. Bu yerga harakat kelmaydi. Buni al-qari'atu deb o'qitdik. Bu yer to'xtagan vaqtimizda deb to'xtaymiz. Al-qari'a. Bu yer to'xtadik deb boshqa harflarni uzatib qo'ysak bo'lmaydi. Uzatilmaydigan harflar uzatilmaydi, uzatiladigan harflar uzatiladi. Yana bir qitim o'qib beray, mana eshitib o'qinglar. Al-qari'a. Keyingisi bu bo'lsa fathataynga o'rnak. Radiyatan mardiyatan. Shundaymi? Unda bu to'xtagan vaqtda ha tavushiga o'zgarib sakin bo'ladi. Buni to'xtab o'qib baqayli. Radiyatan mardiyah deb to'xtadik. Mana ekşi bir qitim o'qinglar. Radiyatan mardiyah. Shundaq. Keyingisi bu kasrataynga o'rnak. Unda da o'qib baqayli. Fakku raqabamiz. Fakku raqabatin. Bu yerda qaranglar. Fakku raqabatin so'zalmaydi. Raqaba so'zalmaydi. Tin. Buni yana bir qitim o'qib beray. Fakku raqabatin. Agar to'xtab qolsak, yana o'xshashlar kasrataynmi? Ha tavushiga bu yerga o'zgarib, kasratayn isharati bo'lsa, sakinga o'zgarib, ba deb to'xtaymiz. O'qsaq, fakku raqaba. Unda da mana bu yerga bir qitim o'qinglar. Fakku raqaba. Keyingisi dammataynga o'rnak. Alayhim narum
sadatun. Bu yer nimishqa rum deb run demay rum deb mim qatqanligini bilasizlar. Bu yerda mu deb hamzaning ustiga bu hamzitni sakin qo'yildi. Mu deb hamza qanday o'qilganligini bilasizlar. Mu deb o'qidik. Sadatun te. Buni to'xtagan vaqtimizda bu yerdagi ta haga o'zgarib, bu yerdagi lammatain bo'lsa sakin o'zgaraydi. Qaranglar. Lammatain sakin o'zgardi. To'xtagan vaqtimizda mu sada deb to'xtaymiz. Unda da o'qib baqayli. Alayhim narum mu'sada. Yani bir ihtimal geçip okunlar. Alayhim narum mu'sada. Bugünkü dersimiz müşterek oldu. Keyinki dersgacha bu mashqlarni yaxshi o'zlashtirishinglarni obdan ko'rib, o'zlashtirib, Qur'on bilan selishtirib, boshqa oyatlarga qarab biqishinglarni umid qilaman. Keyinki darsda ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. عنه سعي دائب وبه اعتني واحذر من الهجران